Bir vaqt Madina shahrining bozorida bir xotin-qiz 1000 dinar bilan oqsha yanchig'i topa. Uyine qaytib bu halni irine silab beradi. Iri ayta: "Biz bik muhtoj idik bu oqshaga" deb oqshalarni o'zlashtirmoqchi bo'lgach, xotini ona ayta: "Biz bu oqshalarni o'zimizga ola olmaymiz. Sen bozorga bor da, bugun oqsha topildi. Yo'qotgan kishi oqshaning ko'lamin, nindi narsada ham boshqa g'alamatlarini aytib bersin" deb e'lon yasa. Iri xotinining so'zini tinglab bozorga ketdi. Hem anda e'lon yasagandan so'ng onun yanına birov kelib: "Men bugün otda borganda qizil tisdagi oqsha yanchig'im bilan 1000 dinar teshib yo'qoldi" deb barcha g'alamatlarni da aytib berdi. Oqshani topgan xotinning eri: "Bugün bu yanchiqni xotinim topib olgan, bu seniki" deb ona oqshani berdi. Oqsha yanchig'i xo'jasi: "Haqiqatda bu sadaqa oqshalari. Men bugun ularni muhtoj kishilarga berarman deb chiqqan edim. Ul sizniki" deb oqshani ona geri berdi. Irine halal rizq kasb etuvda yordamchi bo'l. Izgi salaflarning xotinlari erlari erta bilan ishga ham kasb etarga shavab ketganda ularga: "Ey Alloh quli, haram kasb etuvdan saqlan ham halalligini kasb et. Chunki biz ochliqqa ham og'irlikqa sabr etarmiz. Endi jahannam o'tini va Robbimizning oshuvini sabr eta olmaymiz" deb ayta turgan edilar.